Hemşehriler 8. bab. Aradan birer hafta ötmeyla Mihray Amina'dan kelgen telefonni qabul qildi. Salam saatlardan keyin nihoyat cho'chigandek talaffuzda "Ha?" dedi-yu, uni ichiga tushib ketdi. "Hada nim bo'pti danga?" dedi Aybuloq hadisga qarab jiddiylashib. "Aminaning bo'yidan ajrab ketibdi", dedi Mihray past ovozda. "Siz oldin qatim ko'rishganda sizga bo'yimda bor deganmidi? Siz ajab undaq gap qilmagan-ku." "O'zim bilmabdi-kan. Nadiga biz berib yo'qlab kelaylik." Ular darhol kiyimlarini kiyishib, momasining "Tomoq pishdi, nega borsizlar tomoq vaqtida?" deb tovlashlarga qaramasdan doktorxon qarab yo'l oldi. Mihray boya telefonda Amina degan gaplarni o'ylaydi. Gibidan qaraganda yo'ldosh uning so'zini beribdi. Lekin nimishqa? Ularning to'y qilganiga tek 2 oymi bo'lmagan-ku. Faqat 1 oyli o'tibdi. Ondan yo'ldoshi xotanda ish chiqib qolganligini aytib ketib qopti. Telefon qilibla so'zini beribdi. Tova, bu zodi qandoq sho'p ketdi? Amina 2 kunga tomoqmi geldan o'tmay yig'lab chiqibdi. 2-chi kuni kechlarabda bo'yidan ajrab ketgandilar, asli bo'yida borligini bayqabdi. Uni shundoq taqvo kishi deb sifatlagan edi-ku. Uning bir mazlumni mushundoq vayron qilishiga, mushundoq bo'zaq qilishiga nima sababchi bo'ldi? Mihray xayollarining oxirini o'ylay olmadi. Faqat u o'zi ansirgan ish bo'lib qolishidan ansiraydi. Ular doktorxonaga kirganda yoshqi cho'ngroq bir semiz ayol Aminaning beshida piqirab yuradi. Aminaning ko'zlari yig'idan ishig'an, ko'zlari bir nuqtaga tikilguncha jimida o'ltiradi. "Azroq bo'lsin tomoq yandayman, mavval nimda qildigandu?" Yiliq ayol tomoqni zo'rlab jili bo'ladi. Ondan Aminaga do'qqagandek qochini ustol ustiga taqqida qo'ydi. "Osh xinim, qandoq arsaringsan? Ardigan bir kelsa bir keludi. Ayni chog'i tegma, yosh qiz bola, o'zing oliy maktab bitgan, chiroyingmi bir obdan bo'lgandikin, o'zingga loyiq yosh boldan birini tepib o'ytu desam, mush odam taqvatdi, oqdi, ko'kdi, meni asraydi, dilim azor bermaydi deb ikkinchi xotinlikqa o'zing xalab tegding. Endi nima menga aklab bersa, tomoq niya deganga yigina ishim siqmay." Ayolning talaffuzidan xafa bo'lgandek bilinsimi, bir yerlardan kuyinayotganligi bilinib turadi. "Ikkinchi xotin", dedi Aybuloq cho'chib. Mihray gap qilmang degan ma'noda bir barmoqini leviga qo'ydi va Aybuloqning qo'lidan tortib, uni neriroq tortib akatdi. "Qarang, biz yotoqqa kirganda ortiq gap so'ramayli. Amina o'z digis post desin, bo'lmasa bizmi jim turayli. Ma'qulmi? Men zot uning to'yimi shundaqroq to'ymikin deb gumon qilgan, o'ylig'imdek chiqibdi. Ey Alloh, bu qizga o'zing sabr ato qilgaysan." Ular kayniginib yotoqqa kirishdi. Amina ularni ko'ribla lavlari o'mchib, ko'zlari boshqadan namlashga boshladi. "Yo'qlab kelinglar, rahmat. Va xush qilibdinglar meni. Tunigundan beri yolg'iz bek zerikkandim bu yerda", dedi bo'g'iqroq ovoz bilan. To'la yig'lab, ovozim bitib ketgan edi. "Yolg'iz deb ketginni. Men tunigundan yoq eshak boqdimmi bu yerda?" dedi yiliq ayol kulimsirab. "Ha, endi do'stlaringizmi keldi. Noz qilmay, mau ochdan 2 qo'shqiching. Ma'qulmi?" Amina u ayol uzatgan qochini qo'liga ilib, bir qo'shiq oshni zo'rlab leviga tangladi. Lekin osh uning gilidan hech o'tadigandak emas edi. Arani bir oz sukunat bosdi. Birdamdan keyin Aybuloq zodli chiday olmadi. "Aminada, u odamning telefonini danga, o'zim bir telefon qilay. Nimda jinimni chiqirdi?" "Bo'ldi, telefon qilsangizmi olmaydi baribir. Men necha qitim qilgan, faqat og'linimidi. Men qilib baqaqini, nim gibi borgan bir anglayli. Olsa olsun, olmasa og'izga amal chiqdi. Xotirjam bo'ling ha." Aybuloq Amina bergan telefon nomerini ilib, sirtqa chiqib ketdi. 2-chi oyning boshlari. Gurkirab chiqayotgan shamol Aybuloqning tenini emas, qalbini muzlatib boradi. Odamlar nima degan murakkab. Boshqalarning baxtiga mushundoq o'ltirib, yuraklari pijjida qilibmi qo'ymamdigandu? Agar bu jahonda o'zining dindosh qarindoshlaridanmi mushundoq yomonlik ko'rgan ish bo'lsa, mengu maktabni bitirmay, jamiyatning qandoq bo'lganligini bilmay o'tib ketgan tuzukkan. "Voy, kim bo'lsiz?" Qarshi tarafdan o'tir yoshlardagi bir odamning ovozi anglandi. "Voy, siz Abduvalima?"
Ha, men Abduvali hacım. Vay, qachondan yaqin mening oldimda o'zingizni hacım deb ataylan bo'lib oldingiz? Kim bo'lsiz? Hech tanıyamadım-ku. Tova, menim tanımagan gapma. Undaq emas-tu hacım. Yaqindan yaqi barcha qizlar bilan tanışib ketib boramsiz nima? Voy, rostli bilmadim. Siz kim o? Xotiningizdan indimi nima? Nimda tilingizni chaynaysiz? Yoqay, xotinim doktorxona yetib qolibdi ekan. Ha, kasal beqyapman dang. Yoqay, men kasal beqib yuramdimi? Kuni bir qatam yo'qlab qo'ymasam bo'lmas. Urumchi qachon kelsiz? Bilmadim. Ertagunning ichida qaytib borarmanmikin? Amis kelsangiz, telefon qiling, unutib qolmanjimi? Telefonni qo'yib, Aybuloqning ko'ngli bakli beorom bo'ldi. Bir tarafdan bayam o'zing qilgan qiliqiga ichib tushsa, bir tarafdan Amina taqvo deb tasvirlagan bu kishining amaliyotda bir xotin purish buzuq ekanligini his qilganlikqa ichib tushdi. Agar rostli yurkida ozroq imoni bor odam bo'lsa, bir notanish qiz telefonda noynoqshib bersa, "Ukam, kim bo'lsiz? Ishingiz bo'lmasa, avval qilmang meni" deb telefonni uzaytar edi. Kim biladi, ertagun maxsus mushu notanish jonon bilan ko'rishish uchun qaytib kelamdi. Hey bichara qiz. Acaba siz uning mushundaq mijozini qilich xabarsiz qolganmi? Yoki ko'rsangizmi, qalbingizdagi o'sha xatolik ustiga qurilgan muhabbat sizning ko'zingizni ko'r qilib qo'yganmi? U Aminaga nim deb tasalli berishni bilolmay, sirti birdam turdi. Koridorning beshetki deraza qiya ichiqliq bo'lib, shamol uning yuzlariga tegib turadi. U odam ertagunning ichida yinib kelgudak, kelib siz bilan yinishiman deydi-ku. Rostmi? Mehray bilan paranglashib o'ltirgan Aminaning ko'zlari nurlanib ketdi. Siz shundaq bo'lishni xohlaysiz, shundaqmi? U nim deb so'zingiz bergan? Ayoli bizning nikohimizni bilib, shu qizni qo'yatmasam men o'laman deb tahdid saptikan, yana kelib u ayolning yurak kesilib olgan to'q. Kesilib qo'zg'ilib doktorxonaga kirib qopti. Ha, mundaqdan. U siz bilan nikoh qildirishni ilgari ayolning qarshi turganligini o'ylabdi ekanmi? Ayolim bek taqvo, bilsa hargiz qarshi turmaydi degandi. Amina, sizga ikki og'iz gap qilay deb so'zni boshladi Aybuloq. Hozir jahonda musulmonlarning ahvoli qanday bo'lyotidi? Xabaringiz bormi? Balkim bilishingiz mumkin. Indoneziya dunyodagi eng chong musulmon davlati. U davlatning fuqarolarining ahvoli nihoyat xarob. Bekmo kambag'alchilikda yashaydi. Hozir u davlatga xristian missionerlari shunchalik ko'p beribdiki, ularning da'vati kuchayib, hatto ko'ch-ko'ylarda, tashviqot vositalarida ochiq-oshkora xristianlashtirishga yetib beribdi. Arablarning ichidagi ba'zi da'vatchilar mushunday ahvollarga qarshi turish uchun boylardan iqtisod jihatdan yordam so'ragan. Lekin boylar hajga kelgan hojilar uchun pul xarjlashga rozi ekan, bundaq ish uchun pul xarjlashni xohlamaydi ekan. O'ylab ko'ring, mush ish ishdan qaysi muhim? Bugungi kunda biz musulmonlar mushunda holga tushib qoldik. Qilayotgan ishlarimizda shariatning hukmini izlamaymiz. Bir narsani qilaymi, qilmaymi deb ikkilansak, Alloh qo'yisini bekrak yaxshi ko'rdi deb emas, men qo'yisini bekrak yaxshi ko'rman degan o'ylaymiz. Mush ko'p xotinlik bo'lish masalasiga kelsak, bu Alloh ruxsat qilgan ish. Lekin bu sunnat emas, farz emas. Rasululloh hech qachon xotinni jiqog'anlar taqvolar demadi. Alloh haq subhan va taolomu biri bilan ko'payinsinlar, zulm qilmaslik eng yaqindir dedi. Lekin nima uchun pul topganlarning hammasining manch xotini og'iz keldi? Chunki ularning qalbida musulmonlar yo'q, Allohning sevgisi yo'q yoki nihoyat ojiz. Albatta bir qism ojizalarga homiy bo'lib kelayotganlar buning sirtida. Bizga ustozimiz bir kishini tanishtirdi. Ikki putini boshqalar urib sundirayotgan-kan, boshqalarga diniy dars berib kelyapti. Har qanday ig'ir sharoitim chekilmabdi. Oxiri bir qiz uning bilan turmush qurishni xohlabdi. Yigitning puli bo'lmag'ach, dadasidan qolgan birdan Qur'on Karimni to'yliq qilibdi. Qarang, nima degan baxtli bir juftlar. To'ydan keyin ularning turmushi xuddi sahobalarning turmushidek yo'qsiz, lekin to'lim ko'nglik o'tibdi. Sinoqlar bishiga kelibdi-yu, lekin zotli chekinmabdi. U hojimizlashib beqna, dunyo topgan odam shunda xo'shini bilamay qolamdi. U ayol uning ayoli bo'lsa, siz nimasi? Sizmi ayolimi yoki oshnasimi? Nima uchun u ayol men o'laman deganda, o sizni hech ikkilanmaylar neri tur deyalaydi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir kishining o'zi mas'ul bo'lishga tegishli kishini tashlayotganligi uning gunohkor bo'lishiga yetarlik bo'ldi, demadimi? Siz bunday odam uchun qayg'urmang do'stim.
sizga rostini aytay. Men boya telefonda u kishiga o'zimning sizning do'stingiz ekanligini aytmadim. Azroq arkilab gap qilib qo'ysam, sen kim u deb qo'ymasdan mendan bekrak xiljinglab ketyotidi. Shu kishini siz taqvo deb sifatlabsiz. Alloh taolo Qur'on Karimda qanday kishilarni muttaqi deb tasvirlagan bilamsiz? Mushundaq shahvoni nafs uchun imonini sotadigan, hiyla bilan nafsini qondirdiganlarnimi? Millionlab pul topgan odamning birariga necha million pul bergandan ta'sirlanib ketdingizmi? U mayli hammasini sadiq qilyapsizmi? Buni uning Alloh bergan. U taqvo yoki mu'min degan nomga aslo loyiq emas ekan. Bayman, u siz bilan yarashadigan bo'ldi desam, shunchalik xushal bo'ldingiz. Sabr degan qandoq narsa? Sizning uyingiz bir ofatda vayron bo'ldi. Natijada hukumat sizga undan necha hassa yuqori pul bilan to'lam berdi. Siz uyim ajabmi yaxshi vayron bo'libdi ekan deysiz. Mana bu sabr. Alloh bizga biz yo'qotgandan yuzlab hassa yaxshini berdi. Bo'ldi, endi u kishini izlamang. Ko'nglingizni chiqarib yeting. Alloh sizga sabr ato qilsin. Iqtisod jihatdan qiynalib qolgan bo'lsangiz, buning amalini qilaylik. Lekin endi u kishi uchun yosh to'kmang do'stim. Amina öksüp yig'laydi. To'g'ri, Oybuloqning gaplarining asosi bor. Lekin unutish shuncha osonmi? Uning oilasidan ko'ngli so'yishmaydi. To'y qilib darman deb o'yladi, bundoq natija chiqishni u nima biladi? Ko'ngli buzildi, yig'ladi. Xuddi hamma dardini yig'lab tugatmoqchi bo'lgandek yig'laverdi. Yig'lab etib, bu qazoga bosh egmaylik bo'larmi deb ansirab to'xtadi. Birozdan keyin yana yig'ladi, yana to'xtadi. Shu kuni Urumchida qor yog'di. Oybuloq bilan Mehray ko'chada birdan mangdi. Bir-birining chiroyiga qaramaydi. Gapmi qilishmaydi. Bir hazodan keyin Oybuloq yig'lamsirab turib, hadisiga qaradi. Hada, taksiga chiqaylik, bek to'ngib ketdim. Mehrayning yuzlari yosh bilan yuyilgan edi. U beshini ko'tarib osmonga qaradi. Osmon qop-qora. Odamlar osmonni mehnat qilyapti. Kichigida yeydigan oppoq qarlar hozir yo'q. Kichigidan g'ubarsiz chaqlar endi kelmasib ketgan. U qo'lini qorga tanladi. Qo'liga qop-qora islar bilan bulg'angan qorlar tushdi-da, birdamla erib, qo'llarini yunda qilyapti. Mehray qorga qarab turib yig'layapti. Ko'zi bilan emas, yuragi bilan yig'ladi. Oybuloq hadisni chin quchoqlab oldi. Ikkilarning mo'rlari o'ksishdan titrab turadi. Yo'ldan o'tgan kechganlar ularga hayronlik bilan qaraydi. Ularning nima uchun yig'laydiganligini hatto o'zimi bilmaydi. Og'izda musulmonlik da'vosi qilayotgan kishilarga ziyoda ishinib baxti chekilgan do'sti uchunmi? Yoki do'sti bilan o'xshash kulfatga qilishni ansirgan o'zi uchunmi? Dilnur Aminaning ishini anglab yig'ladi. Yuragidan chiqarib o'ksib yig'ladi. Ular jamiyatni tex tushunmaydi. Ular ko'p ayollik bo'lish Alloh ruxsat qilgan ish. Buning hech qanday xatosi yo'q. Boshqa ayollar bilan inoq o'tib, bolalarni tam beqishib, ko'p ajr olg'ili bo'ladi deb o'ylaydi. Ayollar ichidagi hasad, kundashlik deganlardan ularning xabari bormi deysiz? Amina to'y qilishdan ilgari Dilnurga maslahat solganda, Dilnur tex uni qo'llagan edi. U bundoq natija chiqishni tushudimi o'ylab ko'rmagan. Ko'nglida biz oliy maktabda o'qigan, bunda qilsak bizga mos kelmaydi, davatgan qizlarga ulgu ko'rsatib qo'ysin deb o'ylagan edi. Allohning qonuni hamma odamga o'xshash deganni isbotlab bermoqchi bo'lgan. Lekin buni hamma odamning iymoni ko'tarib ketolmaydiganligini u o'ylab yetolsunmi? U o'ksib yig'ladi. O'zining ayni vaqtda Aminani qo'llaganligi uchun yig'ladi. Xuddi Aminaning baxtsizligiga o'zi sababchidek his qildi. Yurgida Aminadan qayt-qaytlab kechirim so'raydi. Dilnurning o'qish bitirishiga ozla qoldi. Umi boshqa hamshirlarga o'xshash o'qish bitirgandan keyingi turmush haqida o'ylanadi. Yaqinda yuz bergan bir ish uning yuragini pushlaydi. Yaqinda uning bir yurtdosh qiz aksini tanishtirgan edi. Aksi haqiqatan har jihatdan bilimlik, sunnatga ergashadigan yaxshi yigit ekan. Singlisining vasita bo'lishi bilan Dilnur u yigitni xeyli yaxshi tushundi. Bu ish ustida istixora qildi va bu ishning xayrlik bo'lishini Allohdan tiladi. Lekin kim o'ylagan, bir kun u yigit tuyuqsiz singlisga men bunda qiz bilan to'y qila olmaydi ekanman, uning ota-onasi islomni tushunmaydigan kishilar ekan debdi. Dilnurning ko'ngli lassida bo'lib qoldi.
Acaba ota-onasi islomni tushunganligi uchun Dilnurni cho'qim islomni tushunmaydigan yigit bilan to'y qilish kerakmi? Ota-onasi davlat kadri bo'lganligi uchun umi cho'qim davlat kadri bo'lib ishlash kerakmi? Uning bir haqiqiy yaxshi musulmon yigit bilan to'y qilib, islomiy oila qurish huquqi yo'qmi? Bu g'amlar o'xshashli biz oldingi boblarda tilga olgan Fatima, Ruqiya va Ra'no qatorliq qizlarning g'ami edi. Ularga yana qanday chiqish yo'llari bordi? Boshqalarning tanishtirish bilan Liviyada shariat ilmida o'qiyotgan bir yigit bilan to'y qilishga bitishgan edik, deb yozgan edi Ruqiya Mihroyga yozgan xatida. Uning uydagilari bizning uyga berib ekan, nimasini day, ularning qarashicha men pek kambag'al ekanman. Ularning o'g'li uzun yil chet elda o'qigan ekan. Shunga men uningga mos kelmaydi ekanman. Kimning qaqshay? Bilamsiz Mihroy, agar men o'g'il bola bo'lgan bo'lsam, Ravrus o'g'il bola bo'lardim. Hozirmi ba'zi Ravrus yerlarda ishlab, ozroq pul tepib, ondan yana davomli o'rlab o'qishni, cho'ng-cho'ng natijalarni qozonib, musulmon hamshirlarni ko'ziga ilmayotganlarni vaqt tegizishni o'ylab qolaman. Lekin buning nimaga foydasi bor? Allohning buyrug'idan, shariatning ko'rsatmasini chetnab topganlarim menga oxiratda kichikini bo'lsin asqatamdi. Sabr qilaman. Alloh pek ulug'dir. Menga hamon bir chiqish yo'li berdi. U bola sabr qilib turing. Alloh xolsa men uyimdagilarni cho'qim qoyil qilaman deydi. U bola o'zi haqiqatan yaxshi, taqvo bola. Lekin mening shularning gapini o'ylasam-da, endi o'yiga kelin bo'g'im kamayli qoladi. Mihroymu ig'ir uxtardi. Uning ota-onasining talbi bo'yicha bo'lganda, u cho'qim xizmati bor, kadr oilasida cho'ng bo'lgan yigit bilan to'y qilish kerak. Lekin e'tiqodchi. Uning ota-onasi azaldan yigitning e'tiqodining qanday bo'lishi bilan hisoblashib o'tirmagan. U qanday qiladi? Uning do'stlari qanday qiladi? Hamshirlarning g'ami tugab, butun zehni bilan Allohning borligi va birligi ustida fikr yurgizgan, inchki masalalar ustida o'ylanadigan, butun vujudi bilan Allohning ibodatiga berilgan kunlari qachon kelar? Hamshirlar xotima. Avgustning oxiri hamma atrof chiroyli tusga kirgan. Meva-chevalar to'kma bo'lib ketgan vaqt edi. Fatima, Dilnur va Ra'no Mihroylar Urumchidagi Zamzam testamaxonasida ko'rishdi. Bu do'stlarning ba'zilarining ko'rishmaginiga bir necha yil bo'lib qolgan edi. Biz-chu ko'rishmagili 3-4 yil bo'lib qoldi. Tova ko'zni yumib ochqicha bir o'yni beshimiz kiyib qoldik. Siz ana bo'pmi qapsiz mana? Dedi Dilnur Mihroyning qo'lida inik pushildab uxlayotgan buvaga qarab. Nimandoq umoq deyman bu qiz? Chiroy opisiga o'xshabdi. Opisining chiroylik bulamdi nima? O'ltirib tomoqlarni bo'lishgandan keyin ular o'zlarining hozirgi ahvoli haqida so'zlashishga boshladi. Sizlarga to'y qilib xotirjam bo'ldinglar, dedi Ra'no piyollik chayni o'tlag'ach. Men qanday qilaman? Ajab beshimga g'am tushdi. Oldim kelganning biri undoq, biri bundoq. Ko'ngilga yorug'dakdan biroz chiqmadi. Qanday qilaman? O'tganda shundoq yaxshi, taqvo bir bola uchirgan. Opamga desam, sen Urumchilik turib xotellik degandim. Hech bo'lmasa shimolning biror yeridan top, janubga ketma deb qat'iy unimidi. Bu opamni gap kirgizishga yo mening ko'zim yetmaydi. Qanday qilaman? O'qish bitirgandan yoqi bir yerda bir shirkat ishlab turdim. Opam imtihonda oqqil ko'qqil deb ko'zim kirilib, hech orom bermadi. Shirkatning maoshining asla tayini yo'q. Voyjon, bo'l qoqshmaychi desam gap chiq. Shu to'y qilganing gapini qilmang-a, dedi Fatima. Ayol kishi zodi nemish to'y qildigandi? To'y qilg'ili mana 3 oy bo'pti. Hozirli bu turmushdan zerikdim. Opamning uyiga bir berib kelsam, cho'ng'ini qarog'siz qilyotdi. Mush oy mush kunda qiynati bilan biltirgan nadi bor? Dilnur bilan Mihroy bir-biriga qarab kulimsirishib qo'ydi. Hay Mihroy, sen to'y qilib qaqshaydigan ishing yo'qmi? Sen bek rozi o'xshamamsan turmushingdan. Mihroy bolsiga qarab qo'ydi. Qizi dunyoning g'amlaridan xabarsiz uning qo'lida tatliqni uxlayotdi. Azroqni ochiq og'izdan sutida purab turadi. Hay adash, turmush deganda kimning g'ami, kimning dardi yo'q deysa, dedi birozdan keyin Mihroy og'iz ochib. Burun har qatim ko'nglim yerim bo'lganda, Alloh xolsa, yaxshi taqvodor bir yigit bilan to'y qilsam, o'zim tutuq turmushim, o'zimning uy bo'lsa, bolalarim bo'lsa, erimning xizmatini yaxshi qilsam, ibodatlarimni yaxshi qilsam deb o'yladim. Yigitlar iymon yo'lida nima sinoq duch keladi? Albatta sinoq duch keladi. Lekin qizlardek bo'lish natayin.
O'g'il bal degan namozni o'qib, sirtqi qiyofatini boshqalar bilan o'xshash qilib yuralaydi. Lekin iymoni qalbida kuyayotgan, yuragi ahadu deb so'qayotgan har bir hamshira cho'qim avratlarni yo'gashni tanlaydi. Natijada atrofdagilardan farqli bo'lib qoladi. Boshqalar ularni bum, ro'pash, yana bir nimalar deb masxar qiladi. Oilada ota-ona, jamiyatda xizmat va o'g'inish besim tufayli sinoqqa duch kelib o'tirdi. Asli mencha haqiqiy e'tiqodli yigit bizning shu tortgan jafolarimiz uchun bizni qadrlashi, bizning sinoqlar oldidami tavranmay sabot bilan turganligimizdan faxrlanishi, bizga yaxshi ibodat qilgan muhit yaratib berish kerakdi. Mana bularni bir ojiza qilgan yordam hisoblab, Allohning roziligini tilishi yaxshiroq edi. Lekin yigitlarga bizning bu tortgan jafolarimiz bak odatdagi ish hisoblanadi ekan. Bu degan qilishga tegishli ish, maqtab ketgudak, og'irib ketgudak ish emas deb o'ylaydigan. To'g'ri, bu bir qilishga tegishli ish, lekin ham maqtashga tegishli ish. Agar bu bak odatdagi ish bo'lgan bo'lsa, Alloh mushundaq musulmonlarni iymonida rostchil deb atab jannatni va'da qilmagan bo'lar edi. To'y ajoyib bo'ldi-ku. Oldingizda mushkullar o'tib ketadi deydigan bir umid yo'q. Atrof qorong'ulik tipatgandek turdi-ku. Ota-onam bilan munosabatim meliqidek. Ular mening aldirab to'y qilib olganimga, to'ydan keyin xizmat qilmay uyda o'tirganimga rozi emas. Turmushimdimi ham o'zim tushliq bosh og'riqlarim bor. Uzun o'tmayla bo'yimda qoldi. Qizimni tug'ildi. Hozir eng chong umidim mush qizimni yaxshi tarbiyalash bo'lib qoldi. Sabr kerak. Sabr ko'ngilni xush qildi ham insonni ajrga erishtirdi. Sabr qazoga rozi bo'lishlar emas, uni xushallik bilan qabul qilishdir. Sabr qilayli. Alloh xolsa kunlarimiz mush dunyoda yaxshi bo'lib ketadi yoki oxiratda. Rastaysiz, dedi Dilnur uzun sukutdan keyin so'z qo'shib. Mening ota-onam islomni tushunishga boshladi. Burun shuncha qattiq qo'lliq bilan qarshi turib ketgan dadammi hozir namoz o'qishni boshladi. Mening xizmat qilmay uyda turishimga ortiq gapni qilmadi. Lekin yo'ldishimning uydagilari meni ta hozir qadar yoqtirmayotdi. Ular islomni qilchilikni tushunmaydi. Lekin men buni sinoq debmi o'ylamadim. Balki Alloh menga bergan fursat deb o'yladim. Albatta, Alloh azdirgan kishini hech kim hidoyat qilolmaydi. Lekin men qo'limdan kelganicha tirishib baqsam bo'ldi-ku. Kim bildi, mening sababimdan ular hidoyat yeb qolamdi texi. Agar rasli shunday bo'lib qolsa, uning ajri cheksiz bo'ldi. Yo'ldishimning e'tiqod masalasi bo'lsa, mana bu ansiraydigan ish. Lekin boshqalari necha vaqtdan beri ko'rganlarimiz qaraganda hech qanday ish emas. Shunday emasmi? Yana kelib turmushingizda o'zingizlarni rozi qilgan taraflarni o'ylab ko'ringlar. Acaba turmushimizda hech qanday yaxshilanish bo'lmadimi? Burunqidimi battar ahvol turatamsizlar? Jimjit o'ltirib turmushim to'g'risi o'ylanganimda Allohning ne'matlariga ko'z yumib qolganimni his qilmam. Shunga hozir qoqshig'im kemas bo'lib qoldi. Qizlar, mushundaq issiqda aboyi kiyib olib ismidinglarmi? dedi birozdan keyin Fatima. Alloh taolo Qur'onda bizdan mushundaq kiyinishni talab qilgan-ku. Buni sizmi biladingiz-ku Fatima? Burun sizmi jilbob kiyib yuradingiz, endi padachishimga tushib qolibsiz-ku. Qarang, bu Urumchida aboyi kiyib yursa, hamma odam boshqa qaraydi ekan. Men sizlardek ishkirda turavergan bo'lsam, aboyi kiyib yurgan bo'lardim. Qiziq, ishkirda tursangiz aboyi kiydingiz, lekin bu musulmonning yurtida padachishim kiysiz. Siz bu yerni ahvolni tushunmaysiz. Ishkirda kimning nima kiyish bilan haqning nima kori? Dilnurning Fatimaning uchisiga kiyimlarga va yog'liqining oldi tarafidan qasdan chiqarib qo'yilgan kichikina manglaychiga qarab, ko'ngli g'ash bo'lib qoldi. Ayni chog'da Fatima shuncha mushkullar bilan bu yo'lni tanlagan. Oshu jilbobi yog'liq uchun ajoyib kunlarni ko'rgan edi. Mana endi cho'ng mushkulotlar tugab, qiyin sinovlarni o'tib bo'lganda, mushundaq kichik ishlar sababidan chekinishga boshlasa, qaraganda sinov musulmon uchun haqiqatan muhim ekan. Musulmon sinovlarga duch kelib tursa, iymoni to'linib turdi ekan. Musulmonning har bir qadami sinovqu, har bir lavzi sinovqu. Ey Alloh, bizni sinovlardan o'taladigan musulmonlardan qilgin. Bizni iymonda rostchil mu'minlardan qilgin. Bizni haqning oldida bosh egadigan, haq so'zlaganda, ey Alloh, biz angladik, itoatingga bo'ysunimiz deyoladigan qilgin. Mening bir do'stim bo'lgan Ruqiya degan, balkim sizlarning yodinglarda-du, dedi Mehray ko'pchilik qarab. Hammalar ha degandek beshini lang'ishdi. Shu do'stimning beshiga ajoyib sinovlar kelibdi. Sabr degan qanday bo'ldi ekan, hammamiz uningda uyg'unib qo'ysak bo'ldi ekan. Shu do'stim yaqinda men bir el xat yozib ekan, menga bak ta'sir qilib, besib chiqarib olgandim. Yenim saqlab yurayman.
Xolsanglar o'qib beray. Ko'pchilikning ma'qulligini olgandan keyin Mehray xatni olib o'qishga boshladi. Assalomu alaykum, qadrli do'stim Mehray. Qandoq ahvoling? Sen bilan mundashmag'li xeyli uzun vaqt bo'lib qopti. O'qish bitirib uzun o'tmayla to'y qilding. To'yingning chiyig'ida qatnashdim. To'ying bo'g'icha kutib turolmay xizmat sababi bilan ketib qoldim. Shu chaqda Sudanga berib xizmat qilmoqchi bo'lganligim sening yodingdadir. Hozir seni tafsiliy ahvoldan xabardor qilay. Sana ilgari deganimdek, bu bir Jungolikning Xartumda ochgan o'sin tuzash shirkati ekan. Shu shirkatga shu yerdagi ishlarni boshqarib beradiganga bir muavin direktor lozim ekan. Lekin Jungoliklar Sudanning sharoitini yoqtirmay, u yerga berishni xohlamagan o'xshaydi. Balkim shirkatning direktori meningmi musulmon ekanligimni ko'rib, buni o'zining tijoratiga foydali deb o'ylab qolgan bo'lsa kerak. Chiq o'ylashib o'ltirmayla meni bu xizmatga qabul qildi. Mening erishgan natijalarim, TOEFL, GRE guvohnomam, har xil faoliyatlardagi olgan mukofotlarim bilan davlat ichidagi xeyli donliq shirkatlardami xizmat topa olgan bo'lardim. Lekin ash muhitning musulmonlarning yurti ekanligini, islomiy muhit ekanligini o'ylab, shu yerda ishlashni tanladim. 8-oyda Beyjingdan Xartum aerodromiga qarab uchdim. Aeroplandan tushishim bilan ajoyib issiq bir havo yuzimga urildi. Nafsim qisilib, badnimdan tarlar shuqrab eqishga boshladi. Mashinada o'ltirib atrofga qaradim. Shunchalik oddiy sodda muhit, shunchalik pokiz kishilar. Ayollari mushundaq issiqdimi, qatma-qat aboylar bilan avratlarini to'liq yo'gab yurishdi ekan. Yuzni yo'ygan ayollarmi ko'chada onson uchrab turadi. Ular qarab shunchalik masligim keldi. Xizmatim ig'ir emas edi. Bo'libmi atrofimdagi muhit meni bak suyundiradi. Xizmatdan yongandan keyin masjidga kirib ya Qur'on o'qiydim, ya namoz o'qiydim. Lekin atrofimda men paranglashadigan ayollar oz edi. Men arabcha bilmayman, ular inglizchani yaxshi bilmaydi. Barg'ansiri ko'nglim yerim bo'lishga boshladi. Chunki men faqat vaqtli qiyinchiliklarda bu yerda mahramsiz yurib Allohdan bu mushkulotlarni ko'tarishni tiladim. Oxiri uyga qaytishni nima bo'lsa beshimni kelgan ko'ray deb o'yladim. Dal shu vaqtlarda burun masjidga aytib bergan yeliq yigit menga ilxat yo'llabdi. Xatida oxir uydagilarning ma'qulligini olganligini, men xohlasam men bilan to'y qilish orzusi borligini aytibdi. Bir hafta istixora namozi o'qidim. Ko'nglim bag'ansir yo'rib ketadi. Bir haftadan keyin uningga ma'qullik bildirdim va uyimdagilarning roziligi bilan men Makkaga bordim. U Makkaga kelib o'qiyotgan edi. Shu yerda ko'rishib nikoh qildirgan bo'lishdik. Xartumdan bevosita Makkaga bora olmadim. Avval Pokistonga bordim. Pokistonda bir oy turgandan keyin Ro'zayitning oldingi kuni Makkaga tushdim. Ro'zayit kuni het namozdan keyin nikohimiz o'qildi. Alhamdulillah, u menga bakmi kuyunatdi. Uyimiz masjidning ichida bo'lib, u har kuni atdiganda asrga yaqin vaqtgacha dars o'qiydi. Men asrdan shamgacha biz turayotgan masjiddagi imomning darsiga qatnashatdim. Bir yildan keyin farzandimiz tug'ildi. Xadija deb ism qo'ydik. Kunlarimiz shunchalik ma'nilik, ko'ngillik o'tadi. To'y qilgandan buyon bu bir yilni bir kundek o'tkazib kelgan edik. Bola tug'ilgandan keyingi xo'shallikqa teg'imi gap ketmaydi. Qizimiz 5 oylik bo'lib qolgan vaqt edi. Bir kun atdigan yo'ldishim yana bir shaharda qildigan ishi borligini aytib, uydan chiqib ketdi. Tova, hech qachon menda undaq tuyg'u bo'lib boqmagan. Shu kuni tuyuqsiz uning uydan ayrilishiga qiyolmayli qoldim. Uning qo'lini ching tutib oldim. Qo'llari shunchalik issiq edi. Toki uning qarisi ko'rinmay qolguncha keyindan qarab turdim. Nimishqidir shu kuni uydagilarni bak seg'indim. Yig'i tutibli turadi. Odatda zodi yig'isi yo'q qizimmi shu kuni yig'lab to'xtamadi. Bazlab to'xtalmay, oxiri tunji qitim qizimni silkib tashladim. Qizim qiyqirab yig'lashga boshladi. Shundoq besaramjon holatimda telefon ansiz jiringlab ketdi. Odatda uyga telefon kelsa, erlardan kelgan bo'lmasin deb men aldirab olmaydim. Shu kuni ixtiyorsizda telefonni ishga jiringlashiga ilvabdiman. Telefonning yana bir tarafida bir kishi arabcha so'zlab o'tadi. Men texi arabchani ancha yaxshi o'rganib olmag'achqa, ha deganda sal o'diqib qoldim. Qarshi taraf so'zni oldirmay takrorladi. Yo'ldishingiz boya qatnash vaqasi yo'liqib doktorxonaga olib ketdi. XX doktorxonasiga bering. Darhol. Men quloqlarim ishlanmay qoldim. Bundaq bo'lishi mumkin emas-ku? Yo'q, mening yo'ldishim cho'qim saq. U cho'qim azroq yorlandi.
Men darhol doktorxonaga berib, uning holidan xabar olay. Aldirab-saldirab kiyimimni kiydim. Yüzümge niqabımni saldım-da, doktorxonaga qarab yurib ketdim. Doktorxonaga kirib, sestralarga aran tasgibimni uqtirib, yo'ldishimni aran topdim. Yo'ldishimni, uning ro'yi allaqachon mangulik safar ketib qolgan jismini topdim. Yig'ladim. Qizim bir tarafdan qiyqirab yig'ladi. Toki yoshlarim qurib, ovozim bitgucha yig'ladim. Yo'ldishimning qo'llarini tutdim. Muzlab ketgan ekan. Necha kungacha hoshimni topolmay yurdim. U hozirli eshikdan kirib qolgandek ishga talmirdim. Quloq tubimda necha kungacha uning ovozi anglab cho'chib qaradim. Kechalari qizib, jo'ylab uxlay olmadim. Oxiri qizim bilan ikkimiz tangli doktorxonaga kirib qoldik. Doktorxonaga yetib o'ylandim. O'lim bizga nisbatan cho'ng ish ekan. Lekin mohiyatidan qaraganda bir o'tangdan yana bir o'tanga borgandek bir ish ekan. Yo'ldishim hayotini ilm tahsil qilish bilan o'tkazdi. Chumuli chog'liq narsaga azor berishni xohlamaydigan shirin so'zli kishi edi. Axloqida nuqson yo'q edi. Albatta bu hijron menga bekmi og'ir keldi. Bilamsiz do'stim, uni shunchalik yaxshi ko'ratdim. Qizimning dodi mehrdan mahrum cho'ng bo'lganligini, yuragimning yo'ldishim bilan dafna qilinganligini, yuraksiz odamdek bo'lib qolganligimni o'ylasam, puchlanaman. Lekin sabr qilishimiz kerak. Allah sınaqni yaxshi ko'rgan bandasiga berdi. Men mushundaq sınaq kelganini qaraganda, mening imonim Allohga yarabdi. Allah menga sabr ato qilsin. Qazodan xushal bo'lishni nasib qilsin. Yo'ldishimning barliq gunohlarini xuddi oq xasidek poklasin. Amin. Mihrai xatni o'qib bo'lganda bir tomchi yoshi qizning yuziga tamdi. Boshqa qizlar hammasi yig'ilishayotdi. Men amdargiz qoqishmayman. Allah hakim. Allahning menga o'rlashtirishida Allahning hikmati bor. Allahdan har ishning yaxshiligini tilayman. Hamda Allahning o'rlashtirishiga xushallik bilan bo'ysunaman. Dedi Rana bir nuqtaga tikilguncha qat'iy ovozda. Men o'zim tekshirmasam bo'lmabdi. Bechora Ruqiya hozir nima kun ko'rayotgandi? Kishining yurtida hech urug' tuqun yo'q yerda. Menmi o'zim imom bor deb yuribdiman, dedi Fatimami. Dilnurmi qo'lidagi piyola qarab xiyol surib o'ltiradi. Burullarning uchi qizirib ketgan edi. Qizlar, endi qaytamdiq? Bu oshxonada bek uzun o'ltirib oldik. Sal turib duo qilib beraylik deb bir fikrimsin yana, dedi Mihray. Qizlar kulib tashlashdi. Bo'ladi inshaalloh. Bugun bek yaxshi ko'rishib oldik. Yaxshi suhbatlarda bo'ldik. Alloh xolsa bizning atrofimizda farishtalar yig'ilib ketdimi texi? Albatta, cho'qim shundoq. Allohning va'dasi barhaq. Allah mo'minlarga bergan dunyo va oxiratda aziz qilish to'g'risidagi va'dasimi barhaq? Amiz qizlar bir duo qilib olaylik. Farishtalar anglab turgan bo'lsanglar, amin deyib beringlar. Yakshanba kuni bir qancha qiz Dilrabaning maktabiga uni izlab kelishgan edi. Dilraba ularni o'zi doim berib o'rganish qilgan bir xilvat joyga boshladi. Bu yerda kichikina ravoq va chimliqlar bor edi. Ular ravoqda cho'rdab o'ltirishdi. Men bu qizlarni tunishtirib qo'yay Dilrabada, dedi Sumayya ismli qiz. Bular texi bu yil yangidan o'qishga kelgan qizlar. Qarang, hammasi kelib o'rnishib bo'pti. Alloh rahmat qilsin, hamshirlarim. Alloh sizlarga cheksiz ajr bersin. Sizlarning bundoq kelishinglarni oilanglar qo'llamdi yoki o'zinglar xalab kedinglarmi? Mening uyimdagilarga namozlar joyida, opammi shundoq o'rinda ayol. Mendan ansirab bundoq kiyimsan bo'ladi deydi-yu, Allohdan qo'rqib chiq birim deyolmaydi. Lekin ma'u qizlarning uydagilar behli qarshi. Agar uydagilar bisim qiz qanday qilsalar, bisim qilsa, uydagilar bisim qildi deb Allohning qonunidan kechimizmi? dedi ta'tirinchoq ko'rgan bir qiz boshqin ovozda. Alhamdulillah, qarg'anda aramizda hamshirlar uzilib qolmoqdak. Mayli qandoqli ish bo'lmasin, iymoninglarda ching turinglar singlarim. Hada, hamshirlar tugab qolmaydi, dedi Sumayya doni qilib. Haqiqat qiyomat kuchi mavjud. Haqiqatni suygan islom qizlari ham qiyomat kuchi uzilib qolmaydi.